Qizlar, salom. Mana shu bu zakazim shunaqa katta korobkada kelgan. Mana ichida to'la narsa. Korobka to'la. Shularni hozir sizlarga bitta ko'rsataman. Mana videomizni boshlaymiz bo'lmasam. Uchtasi birda ikkita olasiz, uchinchisi sovg'aga keladi deganiga shunaqa shampunlardan bosib aytibdi-ku o'zi ham. Mana shunaqadan ko'pgina kelgan, 9 ta kelgan. Bu degani 6 tasiga pul to'lagan, 3 tasi bepul kelgan. Chunki ikkita olasiz bitta bepul, ikkita olasiz bitta bepul, ikkita olasiz bitta bepul. 9 tadan 3 tasi bepul kelgan. Qaranglar, zo'r aksiya bo'lganda rosa ham. Voy, korobkani oldimga oldim. Sizlarga hozir bitta ko'rsataman. Bu vaqt oldim to'lib ketdi. Tak, bu yog'li sochlar uchun artikul 1273. Bundan bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Mana 5 ta faqatgina yog'li sochlar uchun ekan. 5 tami? Tak, 6 ta ekan. 6 ta yog'li sochlar uchun 6 ta. Bitta shampun, balzam, 2 в 1 konditsionerlik ekan bu. 77-70 ekan. Artikuli bitta bundan. Tak, bitta shampun to'kilaydigan sochlar uchun ekan. 13-17 artikuli va bitta shampun, balzam, 2 в 1 konditsionerni для слабых и поврежденных to'kilaydigan va juda ham nimjon sochlar uchun ekan. Artikulimiz tak 77-71. Mana shunaqa, mana ko'rdilaringmi qizlar? 9 ta shampun aytibdi zakazda. Tak, mana qaranglar, keyin tush aytibdi. 3 ta bir xil tush. Bu termatush. Termatush o'tgan videoda ham bor edi. Bu yuvsalaring ko'zlaringni tagida xunuk bo'lib, oqib, qora bo'lib qolmaydigan tush. Shunaqa zo'r termatush bu. Shunday qumaloq bo'lib o'zi yuvgan saralaring o'zlari shunday tushib ketadigan. Bunga ortiqcha mitsellarni suv olishim kerak, yuzimni tozalashim kerak demaysizlar. Shunday yuvorasizlar. 3 ta aytgan ekan. Repene balzam soch uchun balzam. Tak, 29-58. Hozir o'zimiz shunaqa ishlatyapmiz. Rosa ham zo'r ekan, lekin sochlarimizni qalinlashtirib berdi. Qizim bilan kalamiz ishlatyapmiz. Tak, Omega Hit kremi 3679 artikuli 29-24. Bu ham zo'r krem ekan. O'zimda aytib o'taman, o'zimda ekzema bor edi, oyog'im juda ham qichishardi. Omega yetishmovchiligidan va vitamin B yetishmovchiligidan bo'lar ekan. Mana shu omega tabletkasini ichmadim, lekin mana shu omegani o'zini o'sha qichigan oyog'imni tagida surganimdan keyin bir kunda yaxshi, bir kunda effektini ko'rdim desam bo'ladi. Почти ishlatib ko'rdim, lekin уже nechta gribokka qarshi kremlardan ko'ra bitta Omega Hit kremi menga yordam berdi. Maza bo'ldi. Вообще-то qolib ketdi. Hozir unaqa muammoim yo'q, tuzalib ketdi oyog'im. Так, средство для чистки духовок и плит. Bu duxovka plitalarga faqat boyagi ko'rsatgan sredstvomdan ko'ra bu oldin chiqilgan. Hozir novinka 30-119 va buni распылитель bunaqa sepadiganni yo'q. Mana 30-119 artikuli juda ham zo'r. Bu ham hit продаж. Rosa zo'r ketadi. Tak, yana hit продажimiz bo'lgan Portujor gel doshasi. Tak, 81-25. Mana rosa ham zo'r, bu ham hidlari ham приятный keladi. Qaranglar, yana ikkita olsangiz, uchinchisi bepulga keladigan aksiyamiz bo'lgan katalogda. Bu aksiya mana shunaqa dezodorant Aideo dezodorantiga bo'lgan. Bu sharikoviy dezodorant. Artikuli 25-90. Bundan 3 xili bor. Bilmayman, endi shunisi pushtisi yoqqan shekilli, faqat pushtisini aytibdi, lekin yashili bor, pushtisi siyoh rangi bor. Xohlagan turidan aytsa, ikkita aytsa, uchinchisi sovg'aga kelardi. Tak, bunda ham seng bor ekan. Boya ko'rsatib o'tdim. Bilmayman qanaqa ranglari, lekin tak, ochib ko'ramiz. Ochib sizlarga obzor qilib beraman, chunki sizlarni yaxshi ko'raman. Tadam, boyagi biz aytgandan bitta, men aytganimdan ekan. Bunisi bilmayman qanaqa rang, balki bir xildir. Tak. Tezroq ochamiz. Ochilmayapti-ku.
Yechim. Ana. Hoppa. Ha, bunisi qora ekan. Ha. Bundan o'zimda ham bor. Bundan ishlataman qorasidan. Menga chunki seri svet yoquvdi. Shuning uchun shundan olib ishlatdim. Juda ham chiroyli yaltiraydi, yaltiroqlari. Tak, yangi yilga oldim shekilli o'zimga. 51-32 artikuli. Tak. Mana bunga ham zo'r. Mana katalog kelgan. Qizlar keyingi katalogda mana shunaqa mislar, mana shunaqalar chiqadi. Keyin yana bitta yangilik katalogda. Endi yangilik emas, eskilik bo'lsa kerak, lekin narxi arzon ketadi. Mana Purtujur atirimizni narxi juda ham arzon narxda kelar ekan. Qizlar ulgurib, zakaz qilib olinglar. Mana sizlarga hali katalog boshlanmasdan sizlarni ogohlantirib aytyapman. Qaranglar qanaqa narxda. 1099 rubl. Mana u Purtujur atiri. Hozirgi katalogda, hozir ko'rsataman, hozirgi katalogda mana narxi 1699 rubl. Anarganda esa 1099 rubl edi. Shuning uchun ulgurib Purtujur atirini muxlislari bo'lsa, zakaz qilib ulgurib olinglar. Hozirgi katalogda qimmat, lekin mana bu 5-katalogda 23-martdan amal qiladi. 12-aprelgacha qizlar zakaz qilib ulgurib qolinglar. Bunaqa narx har doim ham bo'lmaydi. Katalogimizda novinka bor edi. Kislorodniy zubnoy pasta. Bu tikli emalli tiklash uchun ekan. Tak, artikul 3876. Mana yangi zubnoy pastalarimiz ham zakazda kelibdi. Tak, Gyaluron seriyasidan pomadalar zakaz qilishibdi. Mana buni ochishga haqqimiz yo'qdir. Chunki bu birovniki. Lekin ikki xil artyankasi bo'lsa, ikki xil bo'lsa kerak. Tak, 41326, 41326 bir xil rangda aytishibdi. Tak, bir xil rangda ekan pomadalar. Tak, bundan buyog'iga faqat duxiylar qolibdi. Tak, mana ko'ringlar, bu Candy Story. Bundan o'zim ishlatganman va tugatdim. Sizlarga bo'shagan banachkalar videomizni olsam ko'rsataman. Mana shundan ishlatib tugatdim. Yo'q, bundan emas. Sarig'idan ishlatdik. Qizim bilan rosa ham shirin hidi. Buni sotib oldim aytmoqchi. Bunaqasi bor deb sotib olganman. Tak, hozir ichida bitta ko'k qolgan xolos. Bundan zakaz qilibdi, rosa ham zo'r hidi. Tak, mana Candy Story. Tak, duxilari ko'p ekan. Tak. Prima Bacio Amore 30 mg. Tak, yana qanaqa maydalar bor ekan. Just Bloom Tulip, bu ham aksiyada edi. Mana shu bu va yana bitta hozir ko'rsataman. Ha, mana bu. Bu uchalasini aytasiz. Ikkita aytasiz, uchinchisi sovg'aga. Endi sovg'a bo'lib emas, arzonlashtirilgan narxda keladi. Duxilarimiz artikulini aytmadim. Tak, 3767 bu. Prima Bacio 3723 Just Bloom. Tulpanni hidi keladi. Prima Bacio bilmayman nimani hidi keladi. Uni hidlab ko'rmagan. Mana u zo'r, lekin Candy Storyni bilaman. Hidlab ko'rganman. Keyin qaranglar, ikkinchi shag sovg'asi, uchinchi shag. Sredstvalardan keyin qizlar duxi keladi sovg'aga 30 mg. Mana murmur bunaqa oddiysini va murmur qora noiri ikkalasini zakaz qilibdi. Bunga 15 somonga keladi, bor yo'g'i somonda. 15 somon o'zbek so'mimizga где-то 20 ming pul bo'ladi. 20 mingga ikkita atir 10 mingdan tushadi. 10 mingga qayta atir beradi qizlar. 3768 artikuli, 33 artikuli. Mana ikkita sovg'aga desa ham bo'ladi-da. Mana uni narxi o'zi sotsak, sotganimizda 60 mingga sotamiz-da. Mana uni 60 mingga sotganimizda 60 ming pashti o'zining narxi bo'lib qoldi. Hozir qimmatlashgan duxiylar ham endi hozir 70 dan sotsak ham bo'ladi. Mana uni bemalol 60 mingga sotadi-da. 10 mingga kelgan 50 ming foyda qiladimi? Qizlar, shuning uchun registratsiya bo'lamiz, sovg'alarimiz olamiz va foyda qilib sotishni boshlaymiz. Va ikkita murskoy duxiysi qolibdi. Tak, Advent 3909. Advent Viraj duxiy murskoy 100 mg bo'ladi ichida. Mana shunaqa upakovkada kelibdi. Buni ocholmaymiz, bu birovga zakaz. Keyin Kavabanga duxiysi. Mana shuni olib ko'rmoqchiman xo'jayinimga. Qaranglar buni chiroyliligini, ko'rinishini. 3910. Shunaqangi atirni hidlab ko'rganim yo'q, lekin o'zini ko'rinishi bilan juda ham odamni arom etyapti. Bu 100 mg o'zi. Shu kichkina bu.
Bu 50 milligram ekan Vent and Vent. Bu 50 milligram Vent and Vent ekan. Kavabanga 100 milligram. Lekin narxi bir xil qizlar. Kavabangani zakaz qilinglar zudlik bilan. Yozgi atir juda ham zo'r. Erlaringga, yigitlaringga вообще super hidi. Vent and Vent juda kichkina ekanda. Buni men kattaroq deb tasavvur qilgandim. Ну, nичего страшного. Zakaz qilgan egasi ko'rsa, o'zi emotsiyalarini, o'ziflarini qoldiradi. Shu bilan hamma zakazlari tugadi. Mana bu uni ham nimasi, mana shunaqa uzun cheki, 50 ballik. Qizlar, mana 50 ballga nima olsa bo'ladi deganda, mana shu ikkita duxaytdan. Mana shuni registratsiya qilganim, bu 3-podarkasi keldi. Mana 3 ta katalog deylik. Mana qaranglar, atirlarni ko'p. 2 ta, 3 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. 7 ta atir bitta o'zi zakaz qilgan. Qizlar, bu korxonada ishlaydi. Korxonada ishlagandan keyin odam ko'p bo'ladi. Zakaz bemalol qilsalaring bo'ladi. Sizlar ham biron joyda ishlasalaring. Men hech qayerda ishlamayman, uyda o'tiraman. Lekin o'zim tikuvchiman. Uyda o'tirib tikish qilaman. Tikish qilganimda yonimga odamlar keladi. Nimalaring bor deydi. Qanaqa narsalar olib kelgansiz deb savol-javob qilib, bemalol xarid qilib sotishlaring mumkin. Sizlar ham uyda o'tirsalaring, bemalol sota olasizlar. Biron joyga chiqasizlar, qarindoshlar, urug'laring bor. Bemalol registratsiyadan o'tib, o'zlaring uchun xarid qilsalaringdan bemalol xarid qilasizlar. Boshida registratsiya bo'lganimda o'zim uchun xarid qilganni registratsiya qilaman degandim, lekin shunchalik mana mahsulotlar xarid qilib, undan keyin o'zimdan orqamdan odamlar yozib, shunchalik ishlashga harakat qilyapman. Qizlar, sizlarga ham maslahat beraman. Videolarimni qoldirmay ko'rasizlar degan umiddaman. Yaxshi qolinglar, sog' salomat bo'linglar.